Assalomu alaykum. Sizlar bilan hozir xabarlar bo'limini ko'rib chiqamiz. Xabarlar bo'limiga o'tish uchun yon menyudan pastroqqa tushib, mana bu xabarlar bo'limini tanlaymiz va bizda, bir nechta xabar turlari bor. Demak, hop, bu umumiy statistikasi, demak, nechta xabar, jami o'qilgan, o'qilmagan, yetkazilgan, xatolik bo'ldi nechtasida, SMSdan qolgan limitlar. Ho'p, demak, xabarlar, qaysi turdagi xabarlarni biz yuborsak bo'ladi? Ho'p, birinchisi SMS turdagi xabar yuborsak bo'ladi. Bu to'g'ridan-to'g'ri, o'quvchini, ota-onasi yoki o'ziga SMS orqali boradigan xabarlar. Keyingisi Telegram, ya'ni Telegram orqali ulangan bo'lsa, ya'ni, Telegram link orqali botga ulangan bo'lsa, bot orqali xabar boradi. Hop, keyingisi email, ya'ni, o'quvchi yoki o'qituvchi ro'yxatdan o'tgan email orqali xabar boradi va keyingisi bildirishnoma. Ya'ni bildirishnoma bo'lganda mana bu, tepadagi bildirishnoma orqali, ko'rinadi. Hop. Mana bu SMS, limitini ishlatish uchun siz, limit sotib olishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun demak administratsiyaga, ya'ni CRM rahbariyati tomoniga murojaat qilasiz SMS olish bo'yicha. Hozirgi narxi har bitta SMS uchun 200 so'm. Misol uchun, deylik, 1000 ta SMS sotib olmoqchi bo'lsangiz, demak siz, 200 ming to'lov qilishingiz kerak bo'ladi degandek. Hop, lekin, bu yerda qulay tomoni mana bu Telegram orqali xabar yuborish bepul hisoblanadi. Xohlagancha bildirishnoma, xohlagancha xabar yuborsak bo'ladi. Endi, biror kishiga hozir xabar yuborib ko'ramiz test sifatida, demak SMS. Hop, demak, bir nechta tasdiqlangan, ya'ni tasdiqdan o'tgan SMS turlari bor. Misol uchun, to'lov eslatmasi, muddati kelgan to'lov, dars eslatmasi, davomatda kelmadi, ya'ni darsga kelmagan bo'lsa, tug'ilgan kuni bilan tabriklashingiz mumkin, guruhga qo'shilganini, aytishingiz mumkin yoki dars jadvali o'zgargan bo'lsa yoki to'lov qabul qilingan bo'lsa. Hop, demak, ko'pincha, biz mana buni ishlatamiz. Ya'ni to'lov qabul qilganda o'quvchiga, SMS yuboriladi. Hop. Demak, SMS tanlandi. Hop, shablon tanlandi. Demak, endi kimga bu? Deylik, bu, aynan qaysidir o'quvchiga yuboriladi. Hop, deylik, tanlangan xodimlar, hozir birorta o'quvchiga yubormaslik uchun man tanlangan xodimlardan o'zimga jo'natib turaman. Jahongirga emas, Shavkatjonga jo'natib turaman. Hop, demak, agar vaqt o'rnatilmagan bo'lsa, hozirdayoq xabar yuboriladi. Hop, demak, to'lov qancha bo'ldi? Misol uchun, 200 ming so'm to'lov qabul qilingan. Hozirgi balans 0. O'zi 200 ming so'm qarzi bor edi, 200 ming to'lov qildi, balans 0 da turibdi. Agar 400 ming qarzi bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga minus 200 ming kiritib qo'yishingiz ham mumkin. Hop, demak, bizga ko'rish uchun, mana shu holatdagi, SMS, ketadi deb aytyapti. Demak, assalomu alaykum. Demak, studentni o'rniga mana bu yerdagi Shavkatjon Mirzavaliyev qo'yadi. Ya'ni CRM avtomatik o'zi qo'yaveradi. 200 to'ldirildi, miqdordagi to'lovingiz qabul qilindi, rahmat. Hop, buni hozir yuborib ko'raman. Yuborilmoqda deyapti. Demak, xabar yuborildi. Mana xabar yuborildi deb chiqdi. Hop, limitlarimizga qarasak, mana menda bitta ketdi va mana, telefonimga menga SMS keldi hozir. Va buni, o'quvchilarga yuborishim mumkin. Misol uchun deylik, siz, mana qarzdor o'quvchilar. Demak, qarzdor o'quvchilarni tanlaysiz va hop, muddati o'tgan to'lov. Mana muddati o'tgan to'lovni, bosasiz. Invoice, misol uchun ingliz tili uchun deb qo'yasiz yoki, avgust oyi uchun deb qo'yasiz. Avgust oyiga, mana avgust oyiga deb qo'ydim. Hop, demak, assalomu alaykum, student LC. Demak, barcha, qarzdor studentlari, talabalari
ism familiyasini o'zi to'g'rilaydi va mana bu LCni o'rniga o'quv markazingizni nomini qo'yadi. Demak, markazda avgust oyi bo'yicha to'lov muddati o'tdi. Qarzdorlik 250 ming so'm. Ya'ni, buyam guruhlarga qarab, misol uchun ba'zi bir guruhlarda 300 ming bo'ladigan bo'lsa, bu 300 ming ko'rinishida boradi. Buniyam yuborsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi Telegram orqali. Demak, Telegram orqali, a xohlasangiz shablon bilan yuborasiz, xohlagan matningizni yuborsangiz bo'ladi. Bu yerda cheklov yo'q. Demak, SMS bilan cheklov bor, chunki operatorlar, demak, Ucell, Beeline, demak, tasdiqlagan SMS turlari bo'lishi kerak, ya'ni chegaralangan. Lekin Telegram bo'yicha xohlagan, reklama bo'lishi mumkin yoki, eslatmalar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir tabriklar xohlagancha yozib jo'natishingiz mumkin Telegram orqali. Faqatgina, demak, o'quvchilar shu botga ulangan o'quvchi bo'lishi kerak yoki, o'qituvchilar bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yerda SMS shablonlar bor. Demak, tasdiqdan o'tgan. Bular hammasi tasdiqdan o'tgan. Xo'p, mana bu avtomatik SMS. Demak, sizni aralashuvisiz ham, demak, SMS yuborishi mumkin. Misol uchun, to'lov varaqasi muddati yaqin. Demak, kimgadir to'lov, vaqti kelishini eslatib turish avtomatik bo'lishini xohlasangiz, buni yoqib qo'yasiz. Demak, agar kimdir qarzdorligi o'tib ketgan bo'lsa, yoqib qo'yishingiz mumkin. Yoki to'lov qilinganda, o'quvchini guruhga qo'shilganda, o'quvchini tug'ilgan kunida yuboradigan qilib qo'yishingiz mumkin. Mana bunday qilib. Demak, shular agar yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, men o'chirib qo'yaman. Demak, hozir biz uchun kerak emas bu. Mana buniyam o'chirib qo'yaman. Va keyingisi bu, avtomatik Telegram. Demak, Telegramdan ham ba'zi bir narsalar yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bular bepul. Demak, bulardan pul ketmaganligi uchun, xohlaganingizcha yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Va mana bu pastroqda, demak, SMSlari sizlarga tarix ko'rinib turadi. Demak, yetkazilgan, o'qilgan mana bu, demak, hozirgi yuborilgan mani telefonimga keldi bu. Ochib ham ko'rildi. Demak, davomat tarixida mana shuni shabnamga ketishda bu xatolik bo'lgan. Qayta urinish qilish mumkin buni. Demak, bu yetkazilgan, yangilik tushdi, bu yetkazilgan. Mana bunda xatolik, bular yuborilgan turibdi. Bu yerda xatolik. Xatolik bo'lsa, demak, siz, demak, qaytadan urinib ko'rishingiz mumkin. Mana bunga qaytadan urinib ko'raman men. Demak, nimadir bu hozir muammo bo'lyapti. Demak, yo telefon raqamida yoki, provayder bilan aynan shu raqamga ketmayapti SMS, lekin qolganlariga ketyapti. Demak, bu yerda shu, telefon raqami bilan qanaqadir muammo bo'lishi mumkin. Hop, SMS limitini sotib olish uchun siz, CRM platformasini administratsiyasiga yozishingiz mumkin.